Assalomu alaykum aziz do'stlar, men Hikmatullo Jo'rayev. Bugungi videomizda biohumusda qora rangi haqida ma'lumot bermoqchimiz o'zimizning tajribamizdan. Biohumusda qora bo'lib sifati bo'lib chiqishi ikki omilga bog'liq. Bu 80% substraktni qanday tayyorlashga bog'liq va 20% esa uni o'sha substraktni qaysi tartibda qanday joyda berishga bog'liq. Xo'p, agar sizni substraktingiz yaxshi tayyorlangan bo'lsa, biohumusdan avval uni rangi qora bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Mana bizning misolimizda mana bu joyga yangi oziqa tashlaganmiz 10 sm qalinlikda. Mana bu joyda esa alakay biohumus yeb bo'lgan, alakay substraktni yeb bo'lgan. Biohumus darajasiga kelgan mana. Qilsangiz hamma joyda mayda lichinkalari ko'p. Ana endi mana rangini qarang. Biohumusning rangi ham qop-qora. Bugun qaraganda sal qoraroq mana substraktga qaraganda. Mana yeyilmagan substraktni qarang. Mana hozir 10 sm balandlikda mana joylar sal balandroq. Mana bu substraktning rangi ham qora. Mana chuvalchani alaka chiqqan bugun. Lichinkalari bilan chiqqan. Bu siz chiroyli qilib o'shanday mana shunday substrat tayyorlasangiz, albatta yuvmasdan, bu biohumusingiz ham udar chiqadi gap bochi. Ham chuvalchalaringiz tez ko'payadi. Chunki o'ziga yoqqan ovqatni berasiz. O'sha hisob bilan yeb yashab ko'payishaveradi. Mana bizning tajribamizda hamma joyda lichinkasi bor, xudoga shukr. Bunday qilsak, hamma joyda lichinkalar bor. Agar buni yangi substrakt tashlasak, buni lichinka bo'lib ketadi mana shular. Ana endi mana shu substratdan ko'chada, tashqi sharoitda biohumus bo'lganini ko'rsataman. Mana shu qoplar va tashqi sharoitda tayyorlangan biohumuslar. Xo'p, mana endi buni rangi ham qora. Yuza qismi sal qurigan, o'shaning uchun mana buni rangi ham qora. Mana o'rtasini olaman. Ichkarimi, tashqarimi rangi qora chiqadi. Chunki substrat o'zi chiroyli bo'lgan avvaldan. Mana shunday. Endi sizlarga misol tariqasida mana boshqacha substrat ko'rsataman. Mana shu substratni siz ko'p ko'rasiz videolarda. O'sha substraktdan. Yana endi bu substrakt mana bunday ahvolda bo'lganda, buni siz mana bunday salqin joylarga boqsangiz ham, buni rangi sariq chiqishi mumkin. Tim qora chiqmaydi. Ish avvaldan boshlanadi bu. Biohumus sohasida 50% ish substraktni zo'r tayyorlashda. Substrakt zo'r tayyorlasangiz, u bu ishingiz oson bo'ladi, xudo oson qilsa agar. Mana shuni ham yuvib evitib keyin beradi. YouTube'da ko'ring. Endi siz rus kontentda ko'ring-da videolarda.
Xulosa o'zlaringizdan. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, kanalimizga a'zo bo'lingizlar. Yoqqan bo'lsa videomiz bitta like, yoqmagan bo'lsa behijolat dislike tugmasini bosingizlar. Yangi videolarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'lingizlar.